Avtomobil hiylalari haydovchilarning 99% bilmaydigan sirlar bir. Yomg'irda oynalar tiniq bo'lsin. Ko'zgularingizni yarim bo'lak kartoshka bilan ishqalang. Suv sirg'alib tushadi, ko'rinish tiniq bo'ladi. 2 kaput ostidagi bo'shliqni bartaraf etish, qora rezina tiqinli soat miliga. Teskari burang muammo hal bo'ladi. 3. Kuzovdagi maymoqni tuzatish. Maymoq ustiga qaynoq suv quying, so'ngra rezina tiqin bilan ehtiyotkorlik bilan tortib chiqaring. Oson va arzon. 4. Tirnalgan joylarni yo'qotish tish pastasi va yumshoq sochiq yordamida. Sirtni jilolang, yangidek porlaydi. 5. Eshik g'ijirlashini to'xtatish. Eshik tiqinini oddiy sovun bilan ishqalang, jimlik kafolatlanadi. 6. Salon filtrini o'zingiz almashtiring. Barday chokni oching, qopqoqni yechib, yangi filtrni joylashtiring. Juda oson. 7. Eshik yopilgandan keyin bo'shliq qolmasligi uchun rezina tiqinni soat miliga to'g'ri yo'nalishda mahkamroq torting. 8. Eskirgan oyna tozalagichlarni yangilash, ular rezinasiga tish pastasi surting, yangidek ishlaydi. Qaysi birini birinchi bo'lib sinab ko'rasiz? Izohlarda yozib qoldiring.